Hop, ushbu videoda SmartCL platformasidan qanday qilib ro'yxatdan o'tsak bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib smartcell.uz saytiga o'tib olamiz va xohlasanglar telefondan, xohlasanglar kompyuterdan foydalansanglar bo'ladi. Endi buning uchun ro'yxatdan o'tish degan joyini bossak, tugmachani shu sahifaga olib o'tadi. Bitta biz tashkilot nomi Demoshop desak, tashkilot telefon raqami, veb-sayt buni tashlab ketsak bo'laveradi, ta'limotga ham tashlab ketsak bo'laveradi. To'liqsin demo foydalanuvchi deb yozib olamiz. Hop, bunga bo'lsa shaxsiy telefon raqamimiz va elektron pochta. Bunga demo.com deb yozaman. Bu yerga parol yozamiz. Hop, endi buni kopiya qilib olaman. Ro'yxatdan o'tish qilamiz. Va hisob yaratildi. Endi bu avtomatik bizni login sahifasiga olib o'tdi. Hop, endi bu yerdan tizimga kirish qilsak, bizda mana shu narsa ko'rinadi. Biz bu sahifada ya'ni bu xush kelibsiz degan joyi, buni o'tkazib yuborsak ham bo'laveradi, keyingisi qilib. Kurs, ya'ni platforma ikkita kurs orqali ishlaydi. Dollar va so'm. Bu ya'ni $1 necha so'mga tengligini boshida belgilab olishimiz kerak. Deylik, $1 da 12.000 so'mga belgilab olaman. Keyingisi. Hop, keyin birinchi mahsulot nomi. Ya'ni bitta mahsulot xo'sh haqida, ya'ni ma'lumot beradi. Narxi, ma'lumot, mahsulot nomi yoki valyutasini belgilab turib, mahsulot qo'shsa bo'ladi, lekin men hozircha buni o'tkazib yubormoqchiman. Va bizda shu oyna ko'rinadi. Hop, keyingi darslikda qanday qilib platformani kompyuterimizga yoki telefonimizga saqlanib olishni ko'rib chiqamiz.